Men mana bunaqa odamlarni tushunmayman. Menga ba'zi erkaklarni taniyman. Menga mana bunaqa ayol kerak deydi. Gapimni qilsin deydi. Uyimda o'tirsin, ovqatimni qilsin, bolamga qarasin deydi. Hozir ayol bilan munosabat quradi, u ayol o'zgartirmoqchi bo'ladi. Izначально shunaqasini topsan, kim nima qilasan o'zgartirib. U ayolga boshqa odam kerak. Misol uchun men ishonaman, shu ba'zi ayollar bor, ular xohlaydi nimadir tanlashni, upravlять qilishni xohlagan. Hammamiz har xilmiz-ku. Ha, to'g'ri, bu gapingiz ham. Misol uchun men traditsion tsennislar bari bormanda, nima deydi? Men to'g'ri deb bilaman, erkak kishi uyda asosiy qaror qabul qiluvchi inson va shu qaror qabul qilib qolganlarni boshqarishning hisobiga ularga o'sha qanaqadir benefitlar bo'ladi, ya'ni tam обеспечить qiladi, xavfsizligini ta'minlaydi. Shu model menga to'g'ri, kimgadir to'g'ri kelmasda. Va bu modelga to'g'ri kelmaydigan ayol menga kerak emas. Men bilan tortishib ham o'tirmayman, gaping noto'g'ri ham demayman, dunyo qarashing boshqacha qilaman demayman, просто to'g'ri kelmaydi. Men misol uchun hozir hate bo'lishi mumkin. Nima deydi? Meni не привыкать, masala nimada? Mashina tanlashga o'xshataman, partner tanlash. O'ziga mos narsani tanlash kerak. Sizga sedan kerakmi, sedan oling. Jipga o'tirib olib, "Voy, sedan yaxshiroq edi." Nima kerak bor? Keyin uni sedanga aylantirishga harakat qilib, u ayol kishini ham sindirib, narsa qil. Kerak emasda, odam o'zgarmaydi. O'shanga izначально более-менее bir-biriga to'g'ri keladigan odam tanlasanglar, keyin burchaklarni ozgina nima qo'rsanglar bo'ladi.